o'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, ozarbayjonlik, turkiyalik, tataristonlik, boshqirdistonlik, xazarlar, uyg'ur xalqlari bilan nimaga bizning tillarimiz o'ta yaqin? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Sababi esa oddiy. Biz aslida bitta millatmiz, faqatgina 3 guruhga bo'linadi. Guruhlar esa shunday: O'g'iz, Qibchoq, Qarluq. Birinchi O'g'iz guruhasiga birinchi o'rinda Xorazmliklar, turkmanlar, turkiyalik, ozarbayjonlik, gagavuzlar. Bular O'g'iz turkilari va bular O'g'iz turkiy laqchasida so'zlashadi. Ikkinchisi Qibchoqlar. Qibchoqlarga qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, novay. Bular Qibchoq turkilari va bular Qibchoq turkiy laqchasida so'zlashadi. Uchinchisi Qarluqlar. Qarluqlarga o'zbeklarning asosiy qismi uyg'urlar, xazarlar. Bular Qarluq turkilari va bular Qarluq turkiy tilida so'zlashadi. Biz o'zimizni turkiy millatmiz deymiz-ku. Turkiy so'zi aslida forschadan kelgan bo'lib, o'zimizning tilimizda tarjimasi turk tili bo'ladi do'stlar.